Ko'ylini topsanglar 10 millionga beradi. Lekin dastavkasi vodiy bo'ylab mutlaqo bekarga Elyor aka vohalarga Mollarim zo'rligi uchun o'zim oboraman aka. Ashida haligi Popirdan bas, o'zim oborib uyga olib kirib, xonasigacha olib kirib aylab beraman. sog'ish bo'lsa, Doston akam sog'ib ko'rsatib ham beradi. Xohlovchilar jiyanlar bo'lsa, Elyor aka, Doston akam chertib zo'rlarini olib keladi deganlar uchun yana zo'rlari Doston akam uyida turibdi hozircha. Keyin kimdir sotib olsa, shu zo'r mollar, yaxshi insonning mollari, yaxshi insonlar xonadonda turibdi. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli YouTube ishqibozlar. Sizlar bilan biz ekran orqali diydorlashib, Doston akam uyida ko'rishib turganimdan g'oyat xursandmiz. Bugungi videorolik Farg'ona viloyati Quvat tumani Qo'rg'oncha mahallasidan bo'ladi. Arzonidan arzoni, hamyonbob, cho'ntaybob, hammabob Dostonbek akaning xonadoniga yetib kelganmiz. Bu xonadondan hech kim inshaalloh quruq qo'l bilan keladi, molni yetalab chiqib ketadi. Puli yarmi cho'ntayda ketadi, qisqa qilib aytganda. Ko'rganga puli yo'q. Kelasiz, ko'rasiz, yeb ichishni ko'rib, o'zingiz sog'ib, soqqan sutingizni ham paqirga bo'lsa paqirga, bagalashkaga bo'lsa bagalashga quyib berishadi. Olib chiqib ketasiz. Keyin mollar yo'q. Hali sutdan qo'ygan, o'tdan qo'ygan mollar emas. Xudo xolasa kelajagi, hali butun umri hayoti oldinda dastakasichi desa, Dostonbek akam o'zi olib borib navesiylargacha baylab beradi. Qani ketdik kutilmagan holatda. Assalomu alaykum. Dostonbek aka, sonlar yaxshimi? Ishlarmi? Charchamasizmi? Salom. Salomat bo'ling akam. O'zbekistondagi bizni ko'rib turgan jamiki hammaga sog'liqlari yaxshimi? Zo'r. Doston aka bugun musofirlar uchun 1 milliondan aka bugun xudo xolasa narx aytaman, o'zi so'ragan xijolat qilib qo'yaman. Yo'q-a, bugun tortishmaymizmi? Qo'yaman bunacha. Tortishmaymiz, o'zi xijolat qilib qo'yaman aka. Bunaqa narxga bozorda ham yo'q deb aytaman. Bozorda ham topolmaydi aka. Bugun bo'ldi gap. Kayfiyatim yaxshi. Ha. O'tkazib obunachilarcha qimmat qo'yib yubordik dedi. Ha, bo'ldi. Bo'ldi aka. Endi molga qarab bo'ladi-da. Zo'r qilib beram, bozordan ham topolmaydi. Mashindan boshlaymiz akajon. Birinchi bolasi. Birinchi bolasi. Bolani ham yirtib qo'yibdi-yu birinchi. Go'zali. Yulduz Usmonovasi mana shu bo'ladi. Ana bo'lmasa. Hali butun umri, kelajagi hayotini kurashishni ishda. Ikkita. Bo'ldi, ko'rsatib bering. Bolasini qarang. Voy jonivor, sut qo'yiq ekanda aka. Suti vaqti zo'r. Xudo xolasa olgan odam maza qilar. Uchinchisini chiqaribdi lekin. Uchinchisini chiqaribdi. 2 dona, shunaqa, 3 ta bu. Hammasini ichini ko'rsataveramiz, yetalaylikmi? Bitta ochib Bo'ldi, ko'rsataveraylik. esdan chiqmaydi odamlar. Voy jonivor, qani bitta ko'raylik-chi. Voy jonivor, chiqishdi qarang. Mana bolasini o'zi alohida. Tema, ha. Mol o'zi yosh. Yosh. Xudo xolasa 20 yil, 30 yil qo'yib yubormasdan sigir qiladi. Hozirda qarisin deydi-yu, mana shunaqa mollarda aytadi-da, qozig'ida qarisin. Chiroyli, hamma yo'q kelgan moldi. Bolasini ham qarang, asliy kiyimi ekanda. Voy jonivor. Urug'dan tushganmi deyman, Doston aka, sut qo'yig'imi? Sutlari qo'yiq aka. Vapshiya. Suti vaqti zo'r aka. Molni ham turishini qarang. Qarzi yo'q odamga o'xshab turibdi-yu. Doston aka, o'zingiz aytdingiz bugun shu yana bo'ladi. Bo'g'ozni puliga ayting, hali bo'g'oz chiqarib kelib uyalib qolsin. Dostonbek bu narxni qayerdan topib olasiz? O'g'illab kelmaganmisiz deyapsiz. Bugun bozorda shuni bo'g'ozini ko'rdim. Ha. 24,5 million suvda bo'lyapti, 26 millionda kami yotib turibdi aka. Ha. Men 26 million obunachilarga aka bugun aytdim, narxni Sinishdi. 6 ta sutga. Sutda 6 ta. Birinchi bolasi. Birinchi bolasiga. Aka bitta so'rayman. 25 millionga o'zingiz olib borib berasiz. Aka, men bo'g'oz pulini aytyapman. Bu bolasi bepul ketyapti. Sizni olgan odam baraka topsin, duo qilsin, shu yetadi aka sizga. Aka 25,5 million uyga 500 ming bolamisiz? Aka 500 ming. Ha, bo'ldi-da aka, tortmay nima qilasiz, Doston aka? Bor baraka, martiga soting, mart bo'lasiz. Ha, gap yo'q. Telefon qilib shoshilsin. Shu molni olgan odam, hamma molni olgan odam. Qayerda ko'rgansizlar? Mana o'zi ham aytib berdi. Mashina bo'g'ozini deyapti, 24,5 million qilish turibdi deyapti. 26 million narx aytgan deyapti. 25 millionga sizlar bolasi xunajin, ichi ketdi, pichi ketdimi? Ham sut ichasiz, qachon tug'arkin deb kutib o'tirmaysiz. Voy jonivor, hozirda kimligi bor-ku, qarang. Mana kimliklari bolalarda. Xudo novosdan zo'r ekanda, Doston aka. Zo'r aka, rostdan ham. Xudo xolasa, men qarang. Novos bo'lyapti, Novosdan zo'r-da. Lekin narxini obunachilar nima deysizlar? Bunday bo'g'ozi ham 28 million aytyapti.
27 million, 28 million. U ham hali yorilmagan qo'yin deysizlar. 24,5 millionga o'zim ko'rdim. Hı. Bunchalik emas aka. Ha. Suti ham zo'r aka. Xudo xolasa sog'ib ko'rsatamiz. Yuvoshligini mana ko'rib qo'yinglar. Endi ikkinchi molimiz. Ha. Novoq, o'tda novoq qilib qo'ydim. Ana bo'lmasa. Ikki chekkada xunaji. Chekkada xonadi. O'rtada novoz. O'rtada novoq. Ana bo'lmasa. Buni bolasi nechinchisi Doston aka? Birinchisi aka. Buni baquvvat ekan aka. Hay, ikkita kuragi chiqaribdi, mana to'rinsin endi yoriyapti ekanda aka. Ana bo'lmasa. Aka, aytaman bizda yoshlari bo'ladi. Yoshlar, xudo xolasa. Yoshini olishsa, Yoshini olsin, maza qilib sog'ib ichinglar. Baquvvatligini. 15 yil qilib molni boqib, bolasini to'ldirib. Ha, xudo xolasa. Tutaylari ham katta maza qilib sog'adi ekanda. Soqqa odam maza. Maza qiladi, bu qarang, tutayli qarang. Vaz sog'ib o'rasi ekanda. Ana bo'lmasa. Bolasi ham buni. Bu qancha? Iloyim chankosini bitkizib qo'ysin. Birinchi bolasi. Birinchi bolasi. Ana bo'lmasa. Ena ham xunajin, bola novoz ekanda. Dostonbek nechta suv olasiz? Faqirga tushayotganda. 5 litr buni. Nechtaga berasiz? 5 litrga. 5 litrga berasiz mana. To'g'risali yolg'on gapirish 10 ta, 15 ta, 12 ta. Haligi gravitatsiya deyapti, hali bu bola ikkita kamaytyapti o'zi shu. Men 5 litr dedim, 5 litrga javob. Ha. To'layamda o'zim olib kelaman aka. Ana telefon qilaveradi ekrandagi nomerga. Hali ikkita kamatyapman-ku aka. Ha. Bu bola hali boshqalar ko'ryapti. Bu bola aldi deb o'ylaydi. Lekin men to'sini aytaman aka. Chinishni. Ko'proq bersin. Xotir. Bo'yi xotirjam olsin. Ana bo'lmasa. Endi keyin 5 litr deganimda Doston akamga gapirgan. Bersiz beradi. Doston aka quruq payani tashab qo'yib, yegizsa 10 ta sut bermasa, mashmol gapiraveradi. ana bo'lmasa. 10 litr sut beradi o'zi asli. Asli. Atalani aka, bayatga rezimda 10 litr sut bermasam qayta olaveraman. Bayatga rezimda boqsa bo'ladi. Ana bo'lmasa. Doston aka bolasini ovoz 5 taga o'ynab kulib olsin. Birinchi bolasi. Aka bitta bugun bomba bo'ladi deganman. Tortishmaydigan qilma. O'zingizdan so'raymiz. Xo'p bo'ldi. Bu ham 2 jupiga 50 million bag'lar aka. Eko bitta joyga bo'lsa men ham tanlashimman. Yo'q aka 50 millionga 25 milliondan bolasi. Xo'p, novosi bilan. Eko bitta joyga bo'lsa Toshkentgacha sizdan yo'l kirasiz. Toshkentgacha. Ha, mana mard bo'lsin, mana shunaqa bo'lsin. Toshkentgacha. Lekin addenni ham sotilaveradi. Aka qimmat qo'yib. Mana aka. Mana. 25 millionda bozorda bas novoz bo'lali bersa, aytaverasiz aka. Siras, voyjon. Mollar ich ketdi, pish ketdi emas. Xudo xolasa mana. Ko'rib turibsizlar. Maza qilib chopib yuribdi-da. Munqari. Lekin mana buni ham yaxshi aytdi. Bolasi xunaji, keyin yoshda-ku. Hali sutdan qo'ygan, o'tdan qo'ygan mollar emas. Xudo xolasa birinchi bolasi. birinchi bolami? 15 yil 20 yil mol qilib aka. Maza qilardi. Mazza qilib boq. Aytgan duo qilsin. Maza qilsin, duo qilsin. Xudo xolasa. Endi 3-molimizga kelyapmiz. Shved o'zi mana bu qora shved. Shvedlarda ham har xil turi bo'ladi. 5-6 xil turi bor. Endi haqiqiy shvedga keldik, Doston aka. Ana bo'lmasa. Endi bunimizni kurashishini ko'rsatamiz. Bo'ldi aka. Jonivor. Xudo xolasa. Buning suti ko'p ekan, Doston aka. Ha? Sut sohasiga yengil Ha. Ana bo'lmasa. Bismillahirrohmanirrohim. Shuni ham ko'rib olinglar. Lapat ko'p yotdi. Baqbaqlarini qarang. Tumshug'ini oldigacha tutaydi qarang, Doston aka. Soqqa odam turgisi kelmaydi aka. Gazi ham uzun aka. Ashida. Oma qo'y. Hozir yechavering. Yechavering. Bolasi ham harga tushirasiz aka. Ha. Maza qilsin deng. Mazza qiladi aka. Olgan odam. Olgan odam mazza qiladi aka. Bolasini ham yechavering, Doston aka yechadi. Ha. Bu yaxshi bittasiski bolasini tegmadi. Uzunligini qarang, Doston aka. Vobshe kema ekan. Titanik kemasi ekan-da. Titanik kemasi ekan. Bola ham boshqa. Boshqacha deng. Bolasi ham. Jonivor. Doston aka buni bolajon ekan, qarang. Bolajon. Enasi yurmayapti, bolasini oldiga olib o'tmasiz. Bolasi qolib ketdi, yurmay turibdi. Bolasini yetaladi mana. Yetil. Doston aka, nechta sut olyapsiz mashina? 15 ta suti bor. Xo'p. 12 taga. Ana 12 taga. 13 tamikin demoqchi edim. 12 taga xotirjam. Men aytganda rezindos 20 litr indamay sog'oladi. Ha. Xudo xolasa gazligini qarang. Doston aka, oxirgi molimiz ekan, narx aytish bo'yicha. Narxi ham Xo'p. bomba bo'ladi ekan. Siz so'ragan javob beraman. Bo'ldi gap. Doston aka, ayting narx. Aka, Ha. 33-34 deyish kerak. Xo'p.
30 chamni. Soat 32 hamni. aytasizmi ish qilib bo'l. O'zingizni maktabingiz 31 millionga bor. Va meni maktabim yodlab olibdi-da. Maktabimga aka mana. Maktabingiz chiqarmasa bo'lmayapti. Anaqa yozib. Esdan chiqib qolyapti Elyor berdi. Nima maktab? Doston aka mashinaga so'ra, ana undan so'ramadim aka. Bitta gap beraman. 30 millionga. Sizdan bo'ladi vodiy bo'la. Bo'ldi aka. Musofirdan so'rasa yaxshi yo'q aka qarang. Musofirdan so'rasa 30 million. Xo'p. Agar model bo'lsa 30 million 500 ming so'm. Voy aka zo'r. Bu narxi aka anaqasi ham bo'lmaydi. Bo'pti, dadil o'tib berasiz telefon qilasiz. Telefon qilsiz aka ko'ynimizni topsa 10 millionga beraman. Ha, bor aka. Otangizga, onangizga rahmat. Omili qoyil, go'zallar. Ana ko'ylini topsanglar 10 millionga beradi. Lekin dastavkasi vodiy bo'ylab mutlaqo bekarga Elyor aka vohalarga Bolalarim zo'rligi uchun o'zim olib boraman aka. Ashida haligi Popirdan bas o'zim olib uyga olib kirib, bolxonasiga solib kirib aylab beraman. sog'ish bo'lsa, Doston akam sog'ib ko'rsatib ham beradi. Xohlovchilar jiyanlar bo'lsa, Mashina yetaveraylik. ha, mashinadan ham boshlayveramiz. Bizga farqi yo'q deydi-yu. Hech haydavaring. Enasinicha baylab qo'ysin, ipi yetmayapti shekilli-da. Bo'ladi. Ana bo'lmasa. Mollar Doston aka zo'r ekan ha. Mashinachi. Xudo xohlasa mashina olgan odam pul o'zi bilan ketadi. Qarang, yuvoshligini qarang. Nechinchi bolasi? Uchinchisi. Rasha yo'llar ochilib sut berishga kelgan ekanda, do'stlar. Uchinchi bolasini bil. 3 o'zi ko'rib olaversin. Tishlari lekin bosmagan, yalamagan. To'g'ri, xohlaganinglar yo'lavergan. Ko'rib olsin. Omali qo'y. Hali komment yozyapti, 3 deyapti, so'ragan. O 4-chi bolasi. Tarafimiz. Biz ko'yganmiz. Biz ichga olganmiz. Voy, chiroyligini qarang. Mashina tezda sog'ib qo'yar. Aka buni soqqonlar mazalalar. Muhammad Ziyod, sog'asizmi o'zingiz? Parsillatini lakni bosaveradi jiyanimiz uchun. Qani? Voy jonim. Doston aka mashina suti ham rosa qo'yig'a, shirini. Suti ham zo'r. Aha. Hamma yo'q molni bitta aybi yo'q aka. Aha. Aybi bo'ladi-da shu. Pulida pulini ham aka bomba qilib oldi. Voy, shu teshigini qarang, tushishini mo qarang. Oyog'ini tis qilib o'zimga o'ng qilib olaman desiz ham bo'lar ekan, mashina turgan chog'ida shunday kelib, o'tirib mana birov yo'q, orqa tarafdan ham, oldi tarafdan ham, yon boshdan ham olib beraveraman. Doston akam men yerda turibdi, so'roq savol qilib turibmiz bir-birimiz bilan, oddiygina gaplashib. Mana qarang. Men aytaman, yomon bor, qo'ymayman ishga. Zo'rini sotaman. To'ppa-to'p 1 million bersa ham anaqimman deydi. Voy jonim. Nargilarni ham solib bering. Quyuq ekan Doston aka. Quyuqligini qarang mana uni. Bitta paqir bormi, yana bitta paqir qo'yib beramiz. Bo'ldi aka, paqirmi? Ha. Hozir. Voy jonim. Tezda bu ham 1 litrcha sog'ib qo'ydi aka. Aka suti zo'r. Soqqan sari Soqqan sari soqqis kelaveradi. Turgisi ham. Bo'ladi. Muhojir bo'ladi. Jiyanni qaranglar. Omili qo'y. Akam u qaymoqni qarang. Ko'pigini ko'ryapsiz. Ashuna aytyapman-da. Qaymoq yarim aka. Aka sutchilar masalan 5 ming olsa, menikini 6 ming olsa desiz ham bo'laver ekanda. Mashina bor sutini olib chiqib ketgan qo'shnilar. 7 ming chunki yog'li darajasi. Sutini qo'yib turdim deb qoshiqda olib keldim deb siz qaymog'i chiqyapti aka bu. Qo'ma qo'y. Ana ariginaqa mana. Bo'shatdi-ku, mana u paqirdi, mana unga jichacha solib beryapti video. Buni qarang, molni agar suti qo'yiq bo'lmasa, paqirga ilashmaydi. To'g'risi-da? Mana qo'yiqlik uchun ilashgan. Qaytib olamaylar aka. 50 yo'laverar ekanda. Ama qoyil. Gap yo'q. Endi mana bu mol birinchi mol bo'ladi. Bolasi xunajin birinchi tug'ishiga. Bu ikkinchi molimiz bo'ladi, bolachasi Novoz. Mana bu uchinchisi. Doston akam Telegram, WhatsApp'i bor. Mana u yoqqan bo'lsa, mana uni rasmga olib tashlaysiz. Mana bu yoqqan bo'lsa, mana bu yoqqan bo'lsa, Doston aka birinchi molingiz, ikkinchi, uchinchi. Ikkinchi molimiz unaqasiga ham, bunaqasiga ham bolasi Novozga. Mana yedirish jarayonlar. Agar tepadigan mol bo'lsa, suzadigan mol bo'lsa, birinchi bo'lib Doston akam olmaydi, sizlarga ravo ko'rmaydi. Keyin Muhammad Ziyoni jo'natmaydi soqqani. To'g'risi-da? To'g'ri aka. Bizda o'z yomon mol bo'lsa kerak emas deng. Qo'ymaymiz aka. Bekar kelsa ham olmayman. Bekar bersa ham qo'ymaymiz. To'g'ri-da, kerak emas hech kimga. Mana Doston akamga kerak emasmi? Sizlar oladigan odamga ham kerak emas. Tepadigan, suzadigan mol. Bizdan olib mazza duo qilar aka. Xudo xolasa. Sog'ib ichsin. Ha. Xursamiz. Xursamiz deng. Uni qarang, siz olavering aka. Mana shu banaqa bor. Shunday shu yerda sho'ram qarang. Sho'radi. Voy jono. Molni ham yuvoshligini qarang, iydirar ekan. Birinchi bola aka. Bunaqa mollar o'zi mollar o'zi kamdan kam bo'lib ketdi. Qirg'iz shvedi shuni aytishyapti aka. Omali qo'y. Qalinida. Yozda issiq o'tmaydi, qishda sovuq o'tmaydi-da, terisi qalin bo'ladi. Mana.
Lekin mana shu yerda ham kim olsa maza qildi, qaranglar. Xitoylarni ham qaranglar, katta. Keyin oppoqqina, katta. Bolasiz ash tomonda o'tirib o'zingizlar. O'zim ham sog'orading. Ha, kameradan olib kelib bitta o'zingizlar. Ona qo'y. Buni qarang, mana. Hozir bo'lam olavering. Bo'lar, so'zilib ketmasin. Buniki ham sap-sariq ekan. Issiq gazni isitib separa qiladi. Shunaqa ekan, buni separa isitishda ham kerak yo'q ekan, shunda separatorga nima qilaverish kerak. Bo'ldi, ikkinchi bola. Ona qo'y. Doston ekan. Yaxshi bolajon. Vahshi. Akali buni to'g'riga hozir 8 ta suti borsa ham bo'laveradi. Beradi. Masalan, bermay qolsa xijolatdan 5 litrga olaversa, buni to'q qilib, hali sut kamaganda o'ylashmadi. Borini aytaman, deng. Borini aytaman, hali komment yozyapti-da, bu bolalik ko'pchilik aldi, aytaki 15 ta suti bor, 10 ta suti bor, 5 ta. Men unaqa 5 litr sutimga garantiyasi bor. Ana, yo'q narsa aytish kerak yo'q. Narsa aytish kerak yo'q. Odamlarga yolg'on gapirib, Bergandan puliga rozi bo'lib bersa, mana baraka top. baraka top, to'ppa-to'g'ri. 100 millionni barakasini 100 topsin. million baraka. Xudoyim baraka bersin aka. To'ppa-to'g'ri. Hamma narsa rozichilikda. Rozichilik bilan, rozi bo'lib, xursand bo'lib, mana boladan mol olib, zo'r chiqdi deb xursand bo'lsa, ashini o'zi aka Men 100 ta mol sotgan deb bo'ladi. sotgan deb foydasiga maza qilaveradi. Ashida, oma qo'ying. Buni ham sog'ib beradi, hozir ko'rasizlar. Buni bolasi, Buni suti rostdan ham zo'r. buni bolasi. Bolasidan ham o'zi dilsiz bo'laveradi. O'zi molni sog'masdan ham qaysi bolasi, qaysi desamda, bolasini aytib tursa, bilib olsa ham bo'laveradi. Turishini qarang, go'zalligini. Voy jonim. Tema bo'lib turibdi o'zi qarang. Bo'yinni qarang. Ana bo'lmasa. Mana aka, videoni uzmayman. Mana shunday o'tiraveradi. Bemalol gaplashib turaveramiz, deng. Ana bo'lmasa.